Yaxshimini o'zlari sog' salomat xizmat bilan. Alhamdulillah, rahmat shakr. Bizdan bitta narsani endi Ziyoduxon boboxon bitta mana shu gaplarni avvaling eshon, mana shu gaplarni mana Ziyoduxon boboxon eshonni bitta gaplarni aytib beraman. Qo'qonlik Pirimqul Mahsum degan hazratni bir vaqtda Sovet davlatini vaqtda pileton qilib gazetaga ermak qilib chiqarishgan. Katta nimada imom edi u kishi Qo'qondagi katta Chorsidagi masjidda. U vaqtda O'zbekistonda 80 ta masjid bor edi xolos. Keyin qo'yasan suvni. 80 ta masjid bor edi. Bunaqa ko'p emas edi. Bizni yoshlik davrimiz edi. Shunda kelib o'tirdi. Bunday o'tirdi. Biz ham yosh bolamiz. O'tirdik. Ziyodun Qoraki hazratlari Pirimqul Mahsumga aytdilarki, Mahsum aka u kishini gapiradilar. Biz sizni kimligingizni va boshqa hamma odam biladi dedi. Siz bizga uzr so'ragani kelgan bo'lsangiz adashibsiz dedi. Bizga uzr so'rab kelmaysiz dedi. Deb turib bitta piyola turuvdi. Mana shu piyola oltin kosa dedi. Maşallah. Tillo dedi, brilliant dedi. Mana bu yerda turibdi dedi. O'rtada dedi. Bitta odam shuni kimdir tosh bilan urdi dedi. Tosh bilan urdi, u sinib qoldi dedi. To'r bo'linib ketdi dedi. Endi shu to'r bo'lgan mana o toshni hurmati qayerda dedi. Toshni kim sen shuni urib sindirding? Otangga rahmat deb, shu toshni kim olib o'pib peshiga suykab maytiga taqib oldi dedi. U tosh otgan qani dedi. Tosh qani dedi. Tosh dedi bir axlatga tushib ketdi, ariqqa tushib ketdi yo bir fundamentga dedi, bo'lib ketdi dedi. Lekin mana bu singan mana bu nima? Oltin kosa o'z narxida turibdi dedi. Buni narxi sinmaydi ham, tushmaydi ham dedi. Bir oltin tanga bir axlatga tushib ketib qolsa, 1000 yildan keyin chiqsa ham o'zin narxida ketaveradi. Siz bizdan uzr so'ramang deganlar. Ey otash nafas, ey notiq, ey voiz, yana Xudoga kuch, quvvat, g'ayratlarni bersin. Hech ham charchamang. Bu haligi aytgan gap ana shunday u aytadi, malomat toshlarni otaversin, sizda yanada kuch, yanada quvvat, yanada g'ayrat, yanada shijoat, mana shu dinimizga xizmat qilib, Hazrati Muhammad alayhisalomning shariatini, tariqatini, ma'rifatini, haqiqatini tarqatishda Xudo sizni sobit qadam qilsin. Barakalloh. Mana shunday men sizlarga ulug' zotlarning gapini gapirib berdim. Ana shunday demoqchimanki, bu avvalan bo'lgan, hozir ham bo'lgan, bundan keyin ham bo'laveradi. Rasululloh davridan beri kelyapti bu narsa. Taqsirimlarga katta bir unaqa bo'ldi, xudo xolasa bu duolarni hammamiz olsak arziydigan buni tagida katta maqom xudo xolasa inshaalloh. Bu hikmatlar bor. Buni tagida. Shundoq. Qo'lga so'l bering. Qo'lga turib olaylik Abdulla aka. Ya ha mayli. Yaxshi ham. Mana shunday bo'lib kelib qolibman. Voy. O'virtib kecha kelganimda nima bo'ldi? Janoblar ham ahli hollarda, Abdulla aka. O'shani ta'siri Xudo. Men hozir qani Bismillahirrohmanirrohim.